Men Soatova Hilola Usat universitetida iqtisodiyot yo'nalishining 1-kurs talabasiman. Universitet haqida fikrim bu yerda o'qitish tizimi va o'qituvchilarning bizga berayotgan imkoniyatlari va o'qitish tizimi juda yuqori hisoblanadi. Qolgan universitetlarga qaraganda imkoniyatlari juda ko'p. Men bu universitetni tanlaganimdan asosiy sabab bu yerda zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan va o'qitish tizimida o'qituvchilarning malakasi yetarli darajada, har bir o'quvchining kiritayotgan tavsiyalarini asosan inobatga olgan holda darslarni o'tishadi va o'quvchilarga berayotgan imkoniyatlarni bizga yetarli darajada tushuntirib berishadi. Bu universitetga kelganimdan beri ko'plab do'stlar orttirdim. Bundan tashqari o'zimga bo'lgan ishonchim ortdi. Jamoa bilan qanday ishlashni va o'qituvchilar bilan qanday munosabatda bo'lishni yanada ko'proq o'rgandim. UCT universitetini qolgan o'quvchilarga va o'qimoqchi bo'lgan talabalarga tavsiya etgan bo'lardim. Chunki bu universitetda qolgan universitetlarga o'xshamagan va zamonaviy jihozlarga ega hisoblanadi va o'qish uchun, kelajakda o'zini rivojlantirish uchun yetarli darajada shart-sharoitlar bor. Bundan tashqari o'qituvchilar o'quvchilarning imkon darajasida qo'llab-quvvatlaydi va qo'ldan kelgancha yordam beradi.